Sukunatdagi sir 12-qism. Men parkdan chiqib sekin ko'cha bo'ylab yura boshladim. Ichimda g'alati xotirjamlik bor edi. O'sha noma'lum xabar ilgari bo'lsa yuragimni muzlatib yuborardi. Endi esa u meni to'xtatmadi. Kecha yaqin uyga qaytdim. Chiroqni yoqdim. Xona odatdagidek jim, lekin bu safar bu jimlik menga sig'madi. Men choy qo'ydim, stol yoniga o'tirdim. Telefonimni qo'limga olib, o'sha xabarni yana ochdim. Sen o'zgarding. Kim yozdi? Nega? Bir paytlar bu savolim meni tinch qo'ymasdi. Endi esa men boshqacha o'yladim. Sekin yozdim. Kimliging muhim emas. Men endi qo'rqmayman. Bir necha soniyadan keyin javob keldi. Yaxshi. Boshqa hech narsa yo'q. Men kulib yubordim. Bu safar o'yin emas, bu sinov. Bu shunchaki yakuniy nuqta edi. Kunlar o'tdi. Men asta-sekin o'zimni qayta kashf qila boshladim. Yangi odatlar, ertalab yugurish, kitoblar, yozish, yozish. Bir kuni daftar ochib hammasini yozishni boshladim. O'sha kecha Mohira, Aziz, Kamron, Rustam va Sardor va o'zim haqimda har bir sahifa bir og'irlikni olib tashlayotgandek. Bir kun yozib o'tirib to'xtab qoldim. Savol paydo bo'ldi. Bu hikoya qanday tugaydi? Men ruchkani qo'limda aylantirdim. Va keyin sekin yozdim. Bu hikoya tugamaydi, chunki bu hayot va hayot davom etadi. Bir necha oy o'tgach kichkina nashriyotdan qo'ng'iroq keldi. Siz yozgan qo'lyozmani o'qidik, dedi ular. Bizga juda yoqdi. Yuragim tez ura boshladi. Rostdanmi? Ha, chop etmoqchimiz. Ko'zlarimga yosh keldi. Rahmat. Kitob chiqqan kuni qo'limni ushlab turdim. Muqovas oddiy, lekin ichida butun xayolim bor edi. Men sekin jilmaydim. Oradan vaqt o'tdi. Bir kuni yana o'sha parkka bordim. Endi u yer menga begona emas. O'rindiqqa o'tirdim. Yonimga bir qiz keldi. Siz Dilnozamisiz? Dedi u hayajon bilan. Men hayron bo'ldim. Ha, men sizning kitobingizni o'qidim. Yuragim iliqlashdi. Rahmat. Men ham xatolik qilganman, lekin sizni o'qib o'zimni kechirishni boshladim. Ko'zlarim namlandi. Bu eng muhimi, u ketdi. Men esa yana osmonga qaradim. Quyosh botayotgandek, lekin bu safar men bu yakun deb his qilmadim. Bu yangi bob edi. Telefonim yana titradi. Bu safar tanish raqam. Mohira. Xabar, biz seni sog'indik. Qachon kelasan? Men kuldim. Javob yozdim. Tez orada. Telefonni yopdim va o'rnimdan turdim. Oldimda yana yo'l bor edi. Lekin bu safar men yolg'iz emasman. Ichimda kuch bor va eng muhimi men endi o'zimni qochmayotgandim. Yo'lga tayyorgarlik ko'rayotganimda ichimda hayajon bor edi. Bu safar qochish emas, bu safar uchrashuv. Poyezdga chiqdim. O'rnimga o'tirdim. Deraza yonidan tashqariga qaradim. Manzaralar asta o'ta boshladi. Har bir kilometr men o'tmishimdan emas, balki kelajagimni yaqinlashtirayotgandek. Bir necha soatdan keyin yetib keldim. Begona shahar, lekin u menga yaqin odamlar bor edi. Bu men uchun yetarli edi. Eshik oldida turib qoldim. Yuragim tez ura boshladi. Qo'lim qo'ng'iroqqa bordi. Bosdim. Bir necha soniyadan so'ng eshik ochildi. Aziz. Dilnoz opa, dedi u quvonib. U darrov meni quchoqladi. Men kulib yubordim. Salom, siz keldingiz. Ha, aytgandim-ku. Ichkaridan Mohira chiqdi. U meni ko'rib to'xtab qoldi. Va keyin sekin jilmayib, xush kelibsan. Rahmat, bu safar quchoqlashdik. Oddiy, tabiiy, majburlanmagan. Uyga kirdim. Yangi uy, yangi hayot hidi kelardi. Lekin ichidagi odamlar eski tanishlar. Va bu eng muhim narsa. Kechqurun birga ovqatlandik. Kulgu, suhbatlar, Azizning maktabi haqida hikoyalar, men ularni tinglab o'tirardim. Ichimda iliqlik bor edi. Bir payt Aziz, endi siz tez-tez kelasiz-a? Men kuldim. Ha, va ketmaysiz-a? Bu savolni eshitib Mohiraga qaradim. U ham menga qaradi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Va sekin javob berdim. Endi men ketib yo'qolmayman. Bu javob faqat Azizga emas, bu o'zimga ham edi. Kechasi mehmonxonada yotib uzoq o'yladim. Qanday qilib hammasi shu yerga bog'landi? Qo'rquvdan,
yolg'ondan, xatolardan va oxiri haqiqatdan. Telefonimni oldim. Daftardagi yozuvlarimni ochdim. Yangi sahifa. Bir lahza o'yladim va keyin yozdim. Ba'zi odamlar hayoting sinov bo'lib kiradi. Ba'zilar dars bo'lib, ba'zilar esa qoladi. Ruchkani qo'ydim. Ko'zlarimni yumdim va birinchi marta ichimda hech qanday og'irliksiz uxladim. Ertasi kuni tongda uyg'ondim. Quyosh nuri xonaga tushib turardi. Tashqaridan Azizning kulgisi eshitildi va jilmaydim. Derazani ochdim. Toza havo, yangi kun va yangi bob. Ichimda yana bitta aniq his bor edi. Bu safar hammasi joyiga tushdi. Tong nuri xonani to'ldirdi. Men deraza yonida biroz o'tirdim va ichkarida tinchlik, tashqarida esa hayot. Pastdan Azizning ovozi eshitildi. Dilnoza opa, nonushta tayyor. Men kulib yubordim. Hozir tushaman va pastga tushdim. Oshxonada iliq muhit, Mohira choy qo'yayotgan, Aziz esa stol atrofida aylanib yurardi. Bugun rejamiz bor, dedi u hayajon bilan. Qanday reja? Parkka boramiz, keyin muzqaymoq yeymiz. Men Mohiraga qaradim. U yelkasini qisdi va rejani u tuzdi, dedi. Zo'r reja ekan, dedim. Aziz quvonib ketdi. Kunni birga o'tkazdik. Park, kulgi, oddiy suhbatlar va oddiylik ichida katta narsa bor edi. Ya'ni sog'ayish. Kechga yaqin uchalamiz o'rindiqda o'tirgandik. Aziz o'ynab yurardi va men sekin dedim. Bir narsani tushundim. Mohira menga qaradi. Nima? Biz o'tmishni o'zgartira olmaymiz. Ha, lekin uni qanday eslashimizni tanlashimiz mumkin. Mohira biroz o'yladi. Qanday eslashni xohlaysan? Men uzoqqa qaradim. Dars sifatida. U sekin jilmaydi. Bu yaxshi tanlov. Bir necha kun shu tarzda o'tdi. Men qaytishim kerak edi. Chamadonni yig'ayotgandim. Aziz xonaga kirdi. Ketasanmi? Ha, u jim bo'lib qoldi. Keyin dedi. Lekin qaytasan-a? Men unga qaradim. Albatta. U bosh irg'adi. Yaxshi. Keyin sekin oldin siz ketib yo'qolib qolgansiz. Bu gap yuragimni biroz siqdi. Men uning yoniga o'tirdim. Bu safar unday bo'lmaydi. Rostdanmi? Rostdan. U menga ishongandek bosh irg'adi. Ketishdan oldin Mohira bilan yana gaplashdik. Eshik oldida rahmat dedi u. Nima uchun? Qaytganing uchun va qolganing uchun. Men jilmaydim. Men ham rahmat aytaman. Nima uchun? Imkon berganing uchun. Biz hali hammasini unutmadik dedi u. Bilaman, lekin endi bu bizni boshqarmaydi. Men bosh irg'adim. Albatta, yo'liga chiqdim. Bu safar yuragim yengil. Orqada qolgan narsalar og'ir emas. Oldinda esa yo'l ochiq. Uyga qaytgach yana yozishni boshladim. Bu safar boshqa his bilan. Endi bu faqat og'ir emas. Bu tajriba, kuch edi. Bir kuni yozib o'tirib to'xtadim. Men o'zgardim. Bu oddiy gap emas edi. Bu yo'lning natijasi. Derazadan tashqariga qaradim. Quyosh botayotgandek, yana bir kun tugayapti. Lekin bu safar men buni yakun deb his qilmadim. Bu davomli. Va ichimda bitta aniq fikr bor edi. Eng katta g'alaba o'zingni yengishdir.